Alloh taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar, bitim ahdlarga vafo qilingiz deydi. Alloh taolo ey insonlar deb boshlagan oyatlarida biror bir narsaga buyurmaydi. Mana Qur'onni o'qiymiz, tafsirlarni o'qing, qarang. Ya ayyuhan nasu degan so'z kelsa, ey insonlar degan so'z kelsa, jumla kelsa, u taklif bo'ladi. Iymon keltiringlar, meni yaratgan narsalarimga qaramaysizlarmi? Meni borligimni sizlar aqlingizga yetmayaptimi degan ma'nodagi jumlalar keladi. Lekin qachonki Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu ey iymon keltirganlar desa nimandir buyuradi. Chunki iymonga kelib bo'lgan odamga taklif yo'q endi. Qur'onda nima deydi? La ikroha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal g'ay. Dinga majburlash yo'q. Bir insonni bo'yindan ushlab kirasang ham kirasan, kirmasang kirmaysan deyish yo'q. Bo'ldi endi. Nimaga? Qad tabayyana ar-rushd. Batahqiq rushd bayon bo'ldi. Inson ozgina aqlni yuritsa bo'ldi endi. Lekin dinga kirgandan keyin bor. Musulmon bo'ldingmi endi? Endi namoz o'qi deysiz. Endi roza tut deysiz. Va hokazo. Dinga majburlash yo'q, dinda bor lekin. Demak, Alloh taolo nima uchun ey iymon keltirganlar deb turib buyurdi? Mana Ramazonda aytamiz, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam. Ey iymon keltirganlar, roza farz bo'ldi. Xuddi shuningdek bu oyatda ham ey iymon keltirganlar ahdinglarga vafo qilinglar endi. Sizlar mo'minsizlar. Sizlardan o'zgalar ibrat oladi. Sizlar agar shunga qattiq tursanglar, o'zgalar shu ahdiylarga qattiq turganinglar uchun islomga kiradi mazmuni bor. Ko'p misol keltirganmiz. Mana hozir Malayziya, Indoneziya davlatidagi musulmonlarni aksarini tarixiga qarasangiz, u yerlarda fath bo'lmagan. U yerda musulmonlarni ahdini ustidan chiqishini evaziga islomni qabul qilgan. Avvallari tarixda juda katta tijorat bu Xitoy atrofidagi davlatlar bilan, xususan Malayziya, Indoneziya bilan musulmonlar juda katta tijorat ahdini kelishgan. Shunda musulmonlar kelishib sotib olar ekanda, keyin tuya qilib uyga olib borgandan keyin qarasa, ko'p narsa berib yuborilgan. 10 ta ko'ynak berish kerak bo'lsa 15 ta berib yuborgan. Yanagi safarda kelganda o'sha insonlarni topib, "Voy, biz kelishuvimizda 10 ta ko'ylakka to'lov qilganman, lekin sen 15 ta ko'ylak berib yuborsan deb 5 tasini qaytarib berar ekan." Birgina misol. Bunaqa ko'p. Natijada ahliyatda yashayotgan insonlar, bu tijoratda bo'ladigan narsa. Biz bilmay qolganmiz. Shuni olib ketaversa bo'lardi. Demak, musulmonlar kelishuvni ustida turar ekan, ahdiga vafo qilar ekan va birovni omonatiga xiyonat qilmas ekan deb islomni qabul qilgan. Hozir endi mana Malayziyani 99% aholisi musulmon hisoblanadi. Indoneziyada sal kamroq, lekin 99% islomga amal qiladi, musulmon hisoblanadi. Nimaga? Musulmonlar ahdni ko'rsatib qo'ydi. Ahdiga vafo qilish ko'rsatib qo'ydi. Endi taassufki bu narsa tarix bo'lib qolyapti. Mana hozir biz tarix deb gapiryapmiz-da. Aslida bu Payg'ambar alayhisalom davrida o'rgatilingan bo'lsa, 2-asrda ham shu ish bo'lish kerak, 5-asrda ham shu bo'lish kerak, 14-asrda ham shu bo'lish kerak. Nima uchun bunday voqealarni biz ibrat o'laroq gapiradigan bo'lib qoldik? Sabab biz mana shu ahdga vafo qilishdan biroz uzoqlashib qolayotganligimiz uchun. Hozir bu narsani gapirib bersangiz, ba'zi zo'r bo'lgan ekan deydi. Yo'q, zo'r bo'lgan ekan emas, bugun ham shu narsa bo'lish kerak. Bugungi musulmon bilan o'sha davrdagi musulmonlarning farqi bo'lish kerakmi desa yo'q. Chunki ashhadu an ular ham aytgan, biz ham aytganmiz. Biz ham mo'minlikni da'vo qilganmiz, ular ham mo'minlikni da'vo qilgan. Demak, bizning o'rtamizda bugun farq amal qilmayotganligimizda, uzoqlashayotganligimizda bo'ladi.